Assalamu alaikum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rayotganinglar Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mushbir hafta jarayonida radiomizda berilgan bir qism Uyg'urlarga munosabatli xabarlarni takrorlab o'tamiz. Men Erkin. Men Gulchehra. 5-yildan keyin izdireksiz g'oyib bo'lgan 38-Uyg'urning kimligi oshkorlandi. Bu Uyg'urning ismi To'xtali Hoshim bo'lib, uning namoyish jarayonida o'q tegib o'lganlik ehtimolligi yaqin. To'xtali Hoshim Qashqar To'qqizaqning Avat yezisidan bo'lib, 2009-yilning 5-ida Urumchi G'olibiyat yo'lidagi bir tunganning oshxonasida ishga tushgan. Ma'lum bo'lishicha, oshxona xo'jayini 5-yildan bir kun keyin To'xtalining oilasidagilarga telefon qilib, To'xtaliga o'q tegib ketganligini va darhol Urumchiga kelmasa bo'lmaydiganligini aytgan. Ammo To'xtali Hoshimning oilasidagilar Urumchiga kelib, oshxona xo'jayini bilan ko'rishganda, xo'jayin pozitsiyasini o'zgartirib, To'xtali Hoshimning yo'qolib ketganligini aytgan. Ammo o'q tekkanlik ahvolini qayta tilganmagan. To'xtali Hoshimning urug' tuqqanlari hozirgacha uning derekini ololmagan. İstanbul'da çağırılgan 3. növbetlik Uyghur ana til muhakeme yığınında Uyghur tilini qoğdaşda hammaylarning ortaq mas'uliyati borligi, Uyghur tilini qo'g'dashni hamma odam o'zidan boshlashi kerakligi o'tirib qo'yildi. Yig'inda yana Uyghur tilining hozirgi ahvoli va uni keltirib chiqaruvchi omillar muhokama qilindi. Yig'inda Uyghur tilining tadqiq qilib ishlatish doirasining borgancha tarayotganligi, Uyghur tilini qo'g'dash uchun qilishga tegishli chora-tadbirlar o'tirib qo'yildi. 3. növbetlik Uyghur ana til muhakeme yig'ini Xalqaro Uyghur Akademiyasining tashkillashi bilan 2013-yili 24 fevral İstanbulda o'tkazilgan edi. Bu yil 24 fevral to'g'ri kelgan Panus bayramiga Uyg'urlarning qatnashtirilib, bayramning Etka jami saldida o'tkazilishi tor batlarida tanqid kuchirdi. To'rdoshlar Panus bayramini tabriklash faoliyatining Etka jami saldida o'tkazilganligi bu faoliyat Uyg'urlarning diniy e'tiqodiga qilingan tajovuzchilik. Dairler en aqallisi biz musulmonlarning örf-odatiga hurmat qilish kerak deb norozilik bildirgan. Ba'zi kuzatuvchilar Uyg'urlarning g'ururiga tegadigan bu xil harakatlarning milliy to'qinishni kuchaytirganligini bildirdi. 7 fevral kuni G'ulji noyasidagi ma'lum masjidda o'tkazilgan diniy faoliyatga bolalarni qatnashganligi uchun masjid jamoati javobgarlikka tortilgan. Egallashimizcha doirlar örf-odat xarakterlik diniy faoliyatlarni uyda o'tkazishni cheklagandan keyin G'ulji noyasidagi bir 7 nazari masjidda o'tkazilgan. Nazirga marhumning oila taobatlari bilan birlikda qo'shni xo'lim va urug' tuqqanlarning kichik bolalari qatnashgan. Ammo nazirga kichik bolalarning qatnashganligidan xabar topgan noya hokimi darhol masjidga odam boshlab kelib, masjidda tanqid yig'ini ichib, jamoatni madaniyat inqilobiy shaklda kurash qilgan. Bu jamoatchilikni intayin norozi qilgan. 25 fevral bir Xitoy blogchi senatordagi mikro blogiga xat yozib, Xitoyning davlat ichidagi barliq Qur'on Karimni to'plab ko'ydirish chaqiriqini o'tirg'a qo'ygan. Bu muqaddas dasturga qilingan hujum Uyg'ur musulmonlarining diliga azor berib qolmay, ularning noroziligini qo'zg'adi. Ba'zi kuzatuvchilar diniy e'tiqodga qilingan bu xil hujum davomlashsa, og'ir oqibatlarni keltirib chiqaradiganligini ogohlantirdi. Mazkur Xitoy blogchining qarashicha, Qur'oni Karim nafratga va kamsitishga qudrat qo'li qiladigan bo'lib, musulmonlarning qo'lidagi barliq Qur'oni Karimni yig'ib olish, yo'qotish kerak ekan. Amerikada turishlik diniy zot Bilal apandining bildirishicha, Qur'on Allohning musulmonlarga bergan marhamatining biri. Buningga hujum qilish Uyg'urlarga emas, butkul dunyo musulmonlarga qilingan haqoratdir. Xitoy mamlakatlik tanarkat yig'iniga qatnashadigan Uyg'ur futbol komanda a'zolarining Guangdongdan Urumchiga poyezdda 49 soat o'rtirib qaytishi Uyg'ur futbol azmatlarining o'rni haqida nurg'un mulohazalarga sabab bo'ldi. Urumchidan ziyoratimizni qabul qilgan, ismini oshkorlashni xohlamagan bir to'pchi mazkur xabarning Uyg'ur elida kuchli g'ulg'ula qo'zg'aganligini, Uyg'ur eli futbolchilik sohasidagi bu xil iqtisodiy qiyinchiliklarni mustaqil bir futbol klubi qurilmay turib hal qilg'ili bo'lmaydi deb qaraydiganligini bildirdi. Uyg'ur eldagi futbol komandalaridan chekingan bir qism peshqadam Uyg'ur futbol mohirlari ziyoratimizni qabul qilib, Uyg'ur futbolchilarining kasbiy sapasi Xitoyda eng yuqori, to'layotgan badali eng og'ir bo'lsa-mu, o'rni eng tuvan dedi. Futbol mastanlari torbatlarda buning futbol azmatlarini xorlaganlik bo'lganligi, bu ishni cho'qim qattiq tekshirish kerakligini o'tirib qo'ydi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.